Xullas, savol quyidagicha o'quvchilar. 45 ayrilgan 15 teng 100. 45 dan 15 ta ayirsak 30 bo'ladi, to'g'rimi? Bitta qalam joyini o'zgartiring, ifoda to'g'ri bo'lsin. Bitta qalamni joyini o'zgartiring, ifoda to'g'ri bo'lsin. Topgan o'quvchiga 200 ming pul mana. 1 minut vaqt sizlarga. Mana 200 ming so'm pul. O'ylalar. 45 ayrilgan 15 teng 100. Bitta qalam joyini o'zgartirib, ifodani to'g'ri qiling. O'yla. Topasan. Javobini aytaman. 1,5 minut bo'lsin videomiz. Yarim minutda boshladim. 30 sekund o'tganda boshladim videoni. 1 minutda to'xtatamiz. Javobini aytaman. Top olsang 200 ming seniki mana. Bitta teng qo'ysak ham bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi. Vaqt tugadi. Topolmadinglarmi? Javobini aytaveraymi? 200 mingdan quruq qoldinglar. Xo'p, mana. 115 ayrilgan 15 teng 100. To'g'rimi? Mana 45 midi? Mana qalamni to'g'rilaymiz. 115 ayrilgan 15 teng 100. Topolmadingmi?